Diqqat aholiga tezkor xabar. Bugun 8-may barcha fuqarolar ogoh bo'lsin. 1 soat oldin ruxsat berildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, yaxshi xabar. Bugun barcha xodimlar 1 soat vaqtliroq ishdan ketishlari mumkin. Mehnat kodeksining 121-moddasiga binoan bayram ishlanmaydigan kunlar arafasida kundalik ish sxemasi muddati barcha xodimlar uchun kamida 1 soatga qisqartiriladi. Ertaga 9-may xotira va qadrlash kuni dam olinadigan bayram kuni bo'lgani sababli bugun qisqartirilgan kun barcha xodimlar 1 soat vaqtliroq ishdan ketishlariga ruxsat etiladi, deyiladi ma'lumotda. Hurmatli kuzatuvchilar, videoroliklarimiz keng tarqalib barcha fuqarolarga yetib borishligi uchun like bosib qo'yishni unutmang va albatta ushbu videorolikni mahalla guruhlariga, hamkasblar guruhlariga jo'natib qo'ying.